Xabaringiz bor, milliy terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanovning Transfermarkt portalidagi narxi yangilanib, 12 million yevrodan 35 million yevroga oshdi. Mashhur Transfermarkt portali uning avvalgi narxiga 23 million yevro qo'shilishining asosiy sababi sifatida bir necha omillarni keltirdi. Husanovning bozor qiymati 2 barobardan ko'proq ortdi va bu bir nechta omillar bilan bog'liq. Asosiy omil transfer summasining yuqoriligi. Manchester City Husanovni 40 million yevroga sotib olib, yana 10 million yevro Lansga bonus sifatida to'ladi. Abduqodir yangi jamoa va yangi ligada tez va muvaffaqiyatli moslashdi. Ushbu o'zgarishdan so'ng terma jamoamiz a'zosi eng ko'p narxi balandlangan futbolchilar ichida 4-o'rinni egalladi. Birinchi o'rinni esa Newcastle United va Arsenal hujumchilari Alexander Isak va Nvaneri qo'lga kiritdi. Eng ko'p pastlagan o'yinchilar ro'yxatini esa Darwin Nunes, Bernardo Silva va Hoylund boshqarib turibdi. APL Liga 1 ga qaraganda murakkab va intensiv chempionat hisoblanadi. Bundan tashqari jismonan kuchli futbolchilardan biri. Shu bilan birga so'nggi yillarda tezkor markaziy himoyachilarga talab oshdi. Uning yuqori tezligi Manchester City to'pni yo'qotgan taqdirda tezda himoyaga qaytishga imkon beradi, deya qo'shimcha ta'rif bergan Transfermarkt. Ma'lumot o'rnida Abduqodir hozirgi kunda O'zbekiston milliy terma jamoamiz bilan Qirg'iz Respublikasi va Eronga qarshi uchrashuvlar uchun tayyorgarlik ko'rmoqda.